Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun biz sizlar bilan farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligini sayohat qilib chiqamiz. O'zini nomi bilan aytib turibdi, demak farmatsevtika tarmog'ini to'liq rivojlantiruvchi agentlik ekan. Bu O'zbekistonda farmatsevtikaning yuragi deb aytadigan bo'lsak bejiz bo'lmaydi va nasibsa, mana shu farmatsevtikaga topshirmoqchi bo'lgan yoshlar bo'lsa, ichlarida abituriyentlar bo'lsa, yoki mutaxassislar bo'lsa farmatsevtika bo'yicha farmatsevtika qanday yo'nalishga ketayotganligini biz sizlarga bugun to'liq tanishtirib beramiz va uning ichida universitetlari ham bor o'zlarini. Bu haqida ham to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Klasterning umumiy qiymati $2 milliard yaqin. Chet elga farmatsevtikada o'qimoqchi bo'lsanglar, to'liq grantlar yutib berishga to'g'ridan-to'g'ri hech qanaqa konsultansiya firmalaridan yordam so'ramagan holatda ularga murojaat qilsanglar, biz yordam beramiz. To'liq yordam beramiz. Ishlab chiqarishdan tashqari regulatorika ham jamlangan klasterda. Mana bu bizning klasterimizda butun dunyoda unik turadigan asosiy faktor. Chunki farmatsevt deganda faqat aptekachini emas, balki farmatsevt bu yangi dorini kashf qiladigan odam, yangi dorini tekshiradigan odam, yangi dorini sinab ko'radigan odam, o'sha dorishunoslik haqida ta'lim beradigan odam. Seoul University, Korean University va Yonsei University. Shu Yonsei universitetida top 7 kiradigan bo'lib, bizning hamkorlik bor. Angliyada talaba nima dasturda ta'lim olayotgan bo'lsa, xuddi o'sha narsa bu universitetda sharoit yaratilgan. Nima uchun bu bunaqa qimmat degan savol bor. Chunki buni ichida bizda 6 ta ilmiy laboratoriya, uni ichida 2 ta elektron mikroskop, NMR, YMR tomograf deydi, siz uni yaxshi bilasiz, va 12 ta o'quv laboratoriyasi. Bizda laboratoriyalarning asosiy ajralib turadigan joyi ular muzey emas. Bizning laboratoriyalar mehmon kelganda ko'rish uchun emas, balki talabalar ularda ishlashi kerak. Bizda 16 ta fan yo'q, 3 ta fan o'tadi, hammasi spetsifik, bu ximiya, biologiya va ingliz tili. Birinchi kursda keyinchalik faqat ximiya biologiyasi qoladi. Chuqur o'rganish, malakali mutaxassis tayyorlash. Asosiy maqsad mana shunday bo'ladi. Kelajakning 3 ta yo'nalishi bor. BT, NT, IT. Biotechnology, nanotechnology, information technology. Shunday. Biotechnology bu aynan bizning yo'nalish. Bu yerda hozir $1 million dan ortiq asbob uskuna bor va aytgandek beg'araz taqdim etilgan o'sha professor Yongeli tomonidan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, salomatmisiz, charchamaysizmi? Bugun ko'rsatuvimizda nasibsa Ma'murov Marat bo'ladilar. Mana shu yerda fan ta'lim va innovatsiyalar bo'yicha mas'ul xodim hisoblanadi. Marat bizga hozir to'liq tushuntirib beradilar. Undan oldin o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum hammaga. Men Marat Ma'murov, fan ta'lim va innovatsiyalar bo'limida ishlayman agentlikda. O'zim bakalavr Toshkent farmatsevtika instituti bilan birga o'qiganman. Undan keyin magistraturani Fransiyaning Paris-Saclay universitetida bitirib kelganman. Yo'nalishim nanotexnologiya. Universitetga keladigan bo'lsak, universitetim dunyoda hozir 13-yilda turadi. O'qishni bitirgandan keyin faoliyatimni o'sha farmatsevtika agentligida boshlaganman. Hozirda fan ta'lim va innovatsiyalar bo'limida faoliyat yurityapman. Bizning agentlikka xush kelibsizlar. Bu Toshkent Farmapark klasteri, ilmiy innovatsion ishlab chiqarish klasteri hisoblanadi. Klasterning umumiy qiymati $2 milliard yaqin. Hali yana klaster kengayish arafasida. Bu yerda 30 dan ziyod loyihalar, ya'ni farmatsevtika bo'yicha ishlab chiqarish, ilm-fan, undan keyin regulatorika barchasini o'ziga jamlagan unik klaster hisoblanadi. Bu klaster, marhamat, hozir birinchi tashrifni muzeyimizdan boshlasak, bu farmatsevtika agentligining muzeyi. Marhamat. Nasibsa keyin video davomida Marat bilan birgalikda sizlarda mana shu chet el universitetlariga yuborish bo'yicha ham ma'lumotlarni berib o'tadi. Chunki shunaqa zo'r loyiha ki, mana bu chet elga farmatsevtikada o'qimoqchi bo'lsanglar, to'liq grantlar yutib berishga to'g'ridan-to'g'ri hech qanaqa konsultansiya firmalaridan yordam so'ramagan holatda ularga murojaat qilsanglar, biz yordam beramiz. To'liq yordam beradi. Uni video davomida aytib o'tamiz nasibsa. Bu farmatsevtika agentligining muzeyi. Bir narsani aytib o'tay, o'quvchilarga foydali bo'lishi uchun Ma'murov Marat o'zim bilan o'qigan, juda ham ilmli, bizning aytishimiz eng ilmli yoshlardan va mana shu universitetda ishlaydigan va mana shu agentlikda ishlaydigan boshqa qizlar ham bor edi, Angliyada o'qigan. Muhayyo, Nargiza, komandani hali tanishtiraman. Shunday, juda kuchli nima bo'lgan, eng kuchli o'quvchilar, men bilaman, mana shu bizlar bilan birga o'qigan eng kuchli nimalar, nima deydi, avlod mana shu yerga ishga kirgan.
va bu nimani dalolat bo'ladi. Sizlar ham o'qisanglar nasib qilsa, endi asosan ko'rayotgan abituriyentlar bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa farmatsevtik xodimlar bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa ota-ona bo'ladigan bo'lsanglar, farzandlaringizni nima qiladigan bo'lsanglar, nasib qilsa mana shunaqa tashkilotlarga ham yosh xodim sifatida rahbar lavozimlarigacha ko'tarilishda, masalan, Marat misolida aytsak bo'ladi o'zi. Da imkoniyatlar juda ham keng, ayniqsa farmatsevtika sohasida. Masalan, o'tgan yili muhtaram prezidentimiz bizning klasterimizga tashrif buyurganlar. Chunki o'tgan yili bu binomizning ochilishi bo'ldi. Bu yangi bino. Marhamat, ko'rishingiz mumkin, muzeyimiz. Bizda o'zi agentlikda farmatsevtika agentligi qoshida ilmiy tadqiqot institutlari ham mavjud. Bu institutlar yangi dorilarni kashf qilish bo'yicha ishlaydi. Hozirda 3 ta ilmiy tadqiqot institutimiz bor. Institutlarimizda eng tarixiysi Toshkent vaksina zaruratlar ilmiy tadqiqot instituti. Hozirgi vaqtda Yunusobodda joylashgan, shahar markazida. Bu institutimiz o'sha Sovet davrida eng muhim obyektlardan biri hisoblangan, o'sha vaksinalar ishlab chiqarib bergan. Undan keyin faoliyati qayta tiklangan. Hozirgi vaqtda ham yangi avlod vaksinalar, mRNA vaksinalari bo'yicha ish olib bormoqda. Bundan tashqari aptamerlar, target drug delivery, targeted systems bo'yicha faoliyat yuritishadi. Undan keyin ikkinchi institutimiz bu O'zbekiston farmatsevtika tadqiqot instituti. Bu institut ikkita yo'nalishda ishlaydi. Bitta yo'nalish farmatsevtika, ikkinchisi neft gaz kimyosi bo'yicha. Ya'ni ximiklar, farmatsevtlar. Farmatsevtika yo'nalishi ham ikki xil bo'ladi. Bittasi sintetik farmatsevtik moddalarni olish bo'lsa, ishlab chiqish bo'lsa, ikkinchisi tabiiy dori o'simliklar asosida dori moddalarini, dori vositalarini olish va dori shakllarini tayyorlash bilan shug'ullanadi. Ya'ni dori shakllarini yasashadi. Mana bu institutimiz Sharq tabobati ilmiy tadqiqot instituti. Bu institut xalq tabobati yo'nalishida ishlaydi. Ya'ni Ibn Sinoni ishlari, O'zbekiston xalq tabobatida qo'llanilgan o'sha xalq tibbiyotida qo'llanilgan masalan dori o'simliklar bor, o'shalarda o'rganadi. Ibn Sinoni ishlarini ilmiy jihatdan nima deydi, proof topadi. Undan tashqari dori o'simliklarida agrotexnologiyasi bo'yicha ishlashadi. Bundan tashqari endi men fan ta'lim va innovatsiyalar bo'limi vakili bo'lganligim uchun ko'proq urg'uni institutlarga beryapman hozir. Bundan tashqari biz Fanlar akademiyasining ikkita katta institutlari bor. O'simlik moddalari kimyosi va bioorganik kimyo instituti. U institutlar bilan ham yaqin hamkorlikda ishlaymiz. Marhamat, mana bu yerda bu institutlarning stentlari, keyin ishlanmalari mavjud, ko'rishlaringiz mumkin. Bu muzeyimizni demak to'rida bizni buyuk ajdodimiz tibbiyot sohasi, tibbiyot tamal toshini qo'ygan olimlardan desak bo'ladi. Endi o'sha dunyo miqyosida o'sha avval Ibn Sinoni demak haqida ma'lumotlar bor. Mana bu yerda o'sha tibb qonunlari kitobidan demak ko'chirmalar, tibb qonunlari kitoblari mavjud. Biz muzeyda saqlab qo'yganmiz. Bundan tashqari mana bu yerdagi demak qurilmalar bizda qadimda dori vositalarini tayyorlashda ishlatilgan qurilma. Masalan, mana bu idishlarni ko'rishingiz mumkin. Bular qisqasi ko'zatchalar bo'lgan, bularda dorilarni saqlagan, keyin dozalagan. Mana bu yerda masalan meshit ko'rishingiz mumkin. Meshitda dori vositalari qadimda saqlangan. Undan keyin mana bu yerda bizda dorilarni maydalaymiz-ku hozir qurilmalar, lekin avvallari o'sha qo'lda, havonchada maydalashgan. Va bu chopirda dori o'simliklarni maydalashda ishlatilgan. Bundan tashqari dorivor tuzlar bor. Undan keyin biz xalq tabobatida ishlatiladigan ayrim dori o'simliklardan namunalar. Narigi tarafda o'sha o'tgan asrda qo'llanilgan ilg'or texnologiyalar desak bo'ladi. Ya'ni o'tgan asr ilg'or texnologiyalar, mikroskoplar va boshqa qurilmalar joylashgan. Muzeyimizda mana shu narsalardan tashkil topgan. Hozir video boshida biz aytib o'tdik, bu loyiha, ya'ni farmatsevtika agentligi O'zbekistonda farmatsevtikaning yuragi deb aytib o'tdik-da. Nasib qilsa, mana shu yaqin kelajakda qanday o'zgarishlar bo'lishini haqida ham to'liq ma'lumot beradigan bo'lsangiz, yoshlar uchun ham foydali bo'ladi. Qanday qilib ular ketma-ketlikda nimani bosib o'tish kerak? Misol uchun 7-sinf ko'rayotgan bo'lishi mumkin, 11-sinf ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu klaster shaxsan o'sha prezidentimizning tashabbusi bilan ishlab chiqilgan klaster. Bu klasterda o'sha avval aytganimdek ilm fan, ya'ni ta'lim, ilm fan, undan tashqari ishlab chiqarishdan tashqari regulatorika ham jamlangan klasterda. Mana bu bizning klasterimizda butun dunyoda unik turib turadigan asosiy faktor. Chunki masalan Koreyada klasterlar bor, Xitoyda klasterlar bor. U klasterlarda ilm fan, ta'lim
ishlab chiqarish birga, lekin regulatorika ularda birga emas. Bizda o'sha regulatorikani ham qamrab olganmiz. Regulyator ya'ni boshqaruv funksiyasi. Boshqaruv organ, masalan, regulator organ dorilarni masalan aytaylik, bozorga kirishdan oldin tasdiqlanish kerak. O'sha tasdiqlanish farmatsevtika mahsulot xavfsizligi markazi tomonidan amalga oshiriladi. O'sha markaz ham xuddi mana shu yerda joylashgan, hozir ma'lum bir qismi kelgan, boshqa qismi shaharda faoliyat yurityapti. Marhamat, hozir binomizni tanishtiraman. Undan keyin 10-qavatga chiqamiz. Obyektlarni to'liqroq, yaxshiroq ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu binomiz haqida qisqacha ma'lumot beraman. Bu 11 qavat Toshkent Farmapark ilmiy ishlab chiqarish innovatsion klasteri. Biz o'sha hozir 1-qavatdamiz. Biz faqat muzeyni ko'rdik. Undan keyin 2-qavatda konferensiya zallarimiz bor. 3-qavat, 7-8-qavat farmatsevtika mahsulot xavfsizligi markazi. O'sha aytganimdek, bu regulator organ, dorilari demak o'sha bozorga kirishdan oldin tekshirib tasdiqlab beradigan organ. Hozircha vaqtinchalik 4-5-6-qavatda Farmatsevtika texnik universiteti joylashgan. Bu universitet haqida batafsil universitet xodimlari sizga hali ma'lumot berishadi. Xodimlar juda yosh ekan, xuddi o'zimizga o'xshab biz bilan birgalikda universitet bitirgan avlod, ular bizning geniylarimiz o'sha Buyuk Britaniyada universitetni bitirib kelishgan. Demak, 9-etajimizda bizda zarur amaliyotlar markazi joylashgan. Bu markaz bizda bilasiz, GXP sertifikatlari bor. Masalan, aptekalar uchun GPP, distributorlar uchun GDP, masalan, klinik tadqiqot markazlari uchun GCP yoki farmakonadzor uchun GVP. O'sha sertifikatlar berish uchun borib inspeksiya qilib turib, inspeksiya talablariga javob bersa, sertifikatni beradigan organ hisoblanadi. Biz tashkilotimiz 10-11-qavatda biz farmatsevtika tarmog'i rivojlantirish agentligi joylashgan. Hozir 10-etajga chiqdik. Nima qilib? 10-qavat bu farmatsevtika agentligi, marhamat, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda agentlik xodimlari bizlarning ishlarini qilishyapti. Biz Open Space'da ishlaymiz. Open Space dunyo tajribasida hozir xalqaro top tashkilotlar xuddi shunaqa Open Space'da faoliyat yuritadi. Marhamat, bizda mana bu ko'rgazmaxonamiz bor. O'sha xonani ko'rsak, 10-qavat bu yerdan общий klasterimiz, qanaqa loyihalar bor ekanligi real ko'z bilan ko'rishga osonroqda, yuqoridan qaraganda to'liq ko'rib olamiz. Keyin Covid vaqti mashhur bo'lgan Covid markazi mashhurda, adashmasam orqasida. Shunaqa. Kartadan qaraganda, Yandex kartadan chiqarib berildi. Bu bizni Toshkent Farmapark klasterimiz. Klasterimizda umumiy ko'rinish mana shunaqa joylashgan. Marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda qurilishlar ketyapti. O'tgan yili men yozda universitet bitirib kelganman. Kelgan vaqtimda o'sha qiziqish bo'lganmenda, mana shu binoni kelib ko'rganman. Ko'rgan vaqtim g'ishlar edi, qisqasi yozda, lekin rahbariyat harakati bilan Xudoga shukr, shu turgan binoda noyabrda biz ko'chib keldik. Ishlar jadallashtirildi. Mana bu polni hamma nima shu klasterga kiradi. Qurilish bo'layotgan barcha obyektlar bizning klasterimizning tarkibiy qismlari. Ular hozir hammasi qurilish qilyapti. O'zi 26, 27, 28-yildan boshlab obyektlar ishga tushadi. Hozir bitta proyektimiz Grand Farm Logistics Hub, Distribution Center, logistika markazi o'zini faoliyatini boshlagan. Big Pharma, xorijdagi Big Pharma bilasiz, top farmatsevtik tashkilotlar o'zlarining dorilarini Markaziy Osiyo uchun o'sha Grand Farmda saqlashyapti hozir. Men sizga hozir obyektni tushuntirib beraman. Bizning obyektimizda 3 ta zona bor. Endi biz o'zimiz 3 ta zonaga bo'lganmiz. Birinchisi texnopark zona. Texnopark zonasi mana bu qism. Undan keyin industrial zona bor, ya'ni sanoat zonasi. Buni orqa qismi mana bu qism, mana bu qism sanoat zonasi. Bundan tashqari biz qo'shimcha yer ham olyapmiz. Endi u ma'lumot confidential, ko'rsatmayman. 3-zonamiz bizda social zona, ya'ni ijtimoiy zona. Bu yerda o'sha klaster a'zolarini ishchilari uchun demak yotoq joy, turar joy majmualari quriladi mana shu yerda. Demak, bizda texnopark zonasiga keladigan bo'lsak, birinchisi bu administrativ markaz va aytdim o'sha 11 qavatdan iborat bino. Bu yerda demak farmatsevtika sohasiga mas'ul bo'lgan tashkilotlar joylashadi. Boya yozuvda Farmservis edi. Farmservis bu davlat muassasasi. Mana shu yil ochilgan yangi tashkilot. Farmatsevtika bo'yicha xizmat ko'rsatadi. Masalan, dorilar registratsiya o'tkazishga konsultatsiya qiladi, yordam beradi. Undan keyin masalan, aytaylik, dorixonani GMP sertifikatiga tayyorlashga yoki zavodlarni GMP sertifikat tayyorlashga o'shanaqa
konsalting xizmatlarini davlat tomonidan ko'rsatadi. Demak, qarang, bizda ikkita qanot binomiz bor, ikkinchi, uchinchida bu 3 bizda A blok, 2 B blok binolarimiz. Bular laboratoriyalar, A blokimiz ilmiy tadqiqot institutlari uchun, B blok farmatsevtika mahsulot xavfsizligi markazi uchun. Ular ishga tushgan, Marhamat, ko'rishingiz mumkin, yo'q, hali ishga tushmagan. Mana bu ikkita bino. Mana bu bizda A blok. To'liq. O'tgan yili tashqi tomoni bitdi. Hozir uni hali ishi ustida ishlayapmiz detal dizayn bilan. Koreyslar bilan birgalikda qilinyapti bu obyekt. Demak, bu A blokimizda biz ilmiy tadqiqot institutlarimiz bor aytdik-ku, 3 ta ilmiy tadqiqot instituti, o'sha institutlar mana shu yerga ko'chib keladi. Hozir ularni ham faoliyatini takomillashtirish maqsadida institutlarimizni birlashtirish ustida ish olib boryapmiz. Ya'ni institutlarimiz 3 ta institutni birlashtirib, Milliy farmatsevtika biotexnologiya ilmiy tadqiqot instituti tashkil qilmoqchimiz. Bu yerda o'sha ilmiy tadqiqot instituti bu yerga kelib joylashadi. Ya'ni bu yerda yangi dorilar kashf qilish bilan shug'ullanadi. Mana bu laboratoriya farmatsevtika mahsulot xavfsizligi markaziniki. Bu laboratoriyalarda dorilar test qilinadi. Ya'ni masalan, bozorga chiqishdan oldin hayvonlarda yoki demak o'sha in vitro hujayralarda o'sha validatsiya jarayonlarida o'tkazilinadi. Undan keyin bizda keyingi obyektimiz bu universitet. Universitet haqida hali universitet xodimlari batafsil ma'lumot berishadi. Hozir qurish ishlari boshlangan. Buni ham ichida obyektlar bor. Men ichiga detalni kirmayman, ularga qoldiraman. Demak, biz undan keyingi proyektimiz Vivarimiz preklinik tadqiqot markazi. Bizda Vivarimiz bor. Mana ko'rishingiz mumkin, 5 qavatli bino bilan katta Vivari. Tashqi ko'rinishi fasad bitgan. Hozir buni ham ichini detal dizaynni ustida ish olib boryapmiz. O'sha oq bino. Bu yerda hayvonlar bo'ladi. Testlar hayvonlarda olib boriladi. Yangi dorilar kashf qilishda va validatsiyada. Chunki bu ikkala laboratoriya ham o'sha Vivaridan foydalanadi. Shunda hozir mana bunda dorilar kashf qilinyapti. Kashf qilinyapti. Bunda sinov test qilinyapti. Bozorga kirishdan oldin haqiqatan o'sha sifat talabiga javob beradimi, yo'qmi? Mana shu narsa tekshirilyapti. Bunda hayvonlar tekshirish uchun mana bu Vivarida tekshiradi. Bu ham yangi dorini kashf qilishda o'sha Vivarida hayvonlar tekshiradi. Buni alohida qilganmiz, chunki manfaatlar to'qnashuv bo'lishi mumkin. Masalan, sizni o'zingizda laboratoriyangizda dorini oldingiz, test qilmoqchisiz, Vivar ham o'zingizniki. Lekin boshqa tashkilotniki bo'ladigan bo'lsa, o'zaro manfaatlar bo'lmaydi o'rtada. Shuning uchun alohida tashkilot bo'ladi. Undan tashqari 5-inchisi bu klinik tadqiqot markazi. Klinik tadqiqot markazimizda odamlarda sinov olib boriladi. Masalan, hozir ham bilamiz, O'zbekistonda dorini registratsiya qilish uchun farmakologiya qo'mitasining ruxsati bilan insonlarda dorilar test qilinadi. Bu ham xuddi o'shanaqa klinik tadqiqot markazi bo'ladi. Nafaqat klinik tadqiqot markazi, balki buning ichida multiprofil hospital, ya'ni ko'p tarmoqli bolnitsa ham bo'ladi buning ichida. O'sha ko'p tarmoqli bolnitsa va klinik tadqiqotlar markazi birga joylashadi. Klinik tadqiqot markazida o'sha yangi dorilar sinash bo'lsa, ko'p tarmoqli poliklinikada o'sha tibbiy xizmatlar ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Keyin noto'g'ri tushunmaslik uchun mana buni aytib o'tib ketaylik. Odamlarda sinov o'tkaziladi degani klinik tadqiqotda u oxirida hamma narsa 99.9% bo'lgandan keyin odamlarga sinaladi. Ya'ni bu o'zi hamma butun dunyo bo'yicha bor nima? Odamlar birdaniga to'g'ridan-to'g'ri odamlarda sinalar ekan, ya'ni bu noto'g'ri tushuncha bo'lmasin. Farmatsevtika yo'nalishida o'z faoliyatini davom ettirmoqchi bo'lgan yoshlar bo'lishi mumkin. Misol uchun 7-sinf bo'lishi mumkin, 8-sinf bo'lishi mumkin, 10-11-sinf bo'lishi mumkin. Ularga hozir bir manfaatli fikrlar beradigan bo'lsangiz, ya'ni qanday qilib, ya'ni 7-sinfman, nima qilishim kerak? Fikrim yo'q o'zim shaxsiy, lekin farmatsevt bo'lmoqchiman. Ko'pchilik yoshlarda asosan o'sha apteka o'zimizda ham bo'lgan, apteka ochish kerak degan fikr bo'lgan, lekin aptekadan ham bu yerda juda ham katta ko'lamli ishlar bo'lyapti-da. Mana shu haqida gaplashdik, lekin o'sha apteka ochmasdan undan ko'ra nima ish qilsam bo'ladi, ya'ni farmatsevtikaga kirsam faqat apteka ochamanmi degan yoshlar mana bu yerda ko'rdingizlar, har xil ilmiy tadqiqot institutlari ham mana shu yerda yig'ilyapti. Aptekada ishlagandan ko'ra daromadliroq yo'nalish bo'lishi ham mumkin bu. Ham yo'nalish o'zi aslida va O'zbekistonda ham bu juda ham jadal tarzda rivojlantirish uchun klaster shaklida tashkil topgan juda ham odam xursand qiladi bu narsalar. Hozir 7-8-sinflarga maslahat beradigan bo'lsangiz, mana bu joygacha olib keladigan bo'lsak, yo'q o'zlari davom ettiraveradi aytganimizdek. Husniddin, hozir siz juda ham og'riqli nuqtamizga urdingiz savol bilan. Chunki biz birga farmatsevtika institutida o'qiganmiz. Aksariyat talabalarning maqsadi o'sha institutni bitirsam, apteka ochsam degan o'sha maqsadning o'zi farm institutiga kiriladi. Mana shu dunyo qarashi orqasidan hozirgi vaqtda bizning farmatsevtikamiz dunyoda top darajada emas. Agarda biz yoshlarni to'g'ri yo'naltira olsak, dunyo qarashini to'g'ri shakllantira olsak,
yoshlar farmatsevt deganda faqat aptekachini emas, balki farmatsevt bu yangi dorini kashf qiladigan odam, yangi dorini tekshiradigan odam, yangi dorini sinab ko'radigan odam, o'sha dorishunoslik haqida ta'lim beradigan odam deb biroz boshqacharoq yondashishi mumkin bo'ladi-da. Lekin afsuski bizda o'sha farmatsevt bu aptekachi degan qarash noto'g'ri shakllanib qolgan. Shuning uchun nima qaysi etaplardan o'tish kerak o'quvchi nima qilsa yaxshi xodim bo'lib chiqadi. Birinchi o'rinda men o'sha avval ham aytdim, ingliz tilini o'qish kerak. Ingliz tilini o'qigandan keyin, masalan, endi faqat farmatsevtika texnik universitetda o'qisin talabalar demayman men yoki abituriyentlar. Rahmat, xorijga chiqsin, juda top universitetlarda o'sha farmatsevtika bo'yicha, faqat farmatsevtimiz kimyo bo'yicha, biologiya bo'yicha o'qisin. Chunki farmatsevtika bu o'sha kimyo, biologiyalardan chiqib kelgan sohada. Masalan, dorini kashf qilish uchun ham kimyosi bor, biologiyasi bor, biokimyosi bor, shunaqa yo'nalishlari bor. Men asosiy tavsiyam birinchi o'rinda til o'rgansin, undan keyin top universitetlarda o'sha farmatsevtika yo'nalish bo'yicha o'qisin. O'shanda o'zini qaysi yo'nalishga mos kelishini bilib oladi. Chunki masalan, kimdir ilm tadqiqotda zo'r bo'lishi mumkin. Ya'ni yangi narsa kashf qilish bo'yicha ishlashi mumkin. Kimdir aytaylik bir xil jarayonda doimiy qaytarish bo'yicha ishlash mumkin. Masalan, aytaylik zavodda texnik xodimlar bir xil jarayonda doim qaytaraveradi. O'shanaqada zo'r bo'lishi mumkin. Yoki yana kimdir hayvonlarda eksperiment qilishda zo'r bo'lishi mumkin. Yana kimdir hujayralarda. Ya'ni agar siz top universitetda o'qiydigan bo'lsangiz, o'shanda siz har birida o'zingizni sinab ko'rasiz. Universitetda o'qish mobaynida. Shundan keyin qaysida zo'r bo'lsangiz, o'sha bo'yicha amaliyot qilasiz, ishlaysiz, shu yo'nalishda ketasiz. Masalan, o'sha farmatsevtika texnik universitetda hozir talabalar biologiya darslarida hujayralarda ishlab ko'rishadi. Kimyo darslarida reaksiyalarni qilishadiki, yangi qurilmalarni demak ishlatishadi. Masalan, men o'zim Fransiyada PSL universitetida amaliyot o'taganman, nanotexnologiya bo'yicha. Bu universitet QS rankingda 24 ta turadi endi. Endi top 20 emas, top 50 talik. O'sha men ishlagan vaqtimda Fransiyada nanozarratchilarni makrofluidik qurilmalarda olganmizda, oqimda o'qib borib nanozarratchi hosil bo'ladi. Bu o'sha Modernani olgan usuli, Moderna xuddi shunaqa usulda olgan. O'sha qurilmada eng birinchi bo'lib ishlagan laboratoriyalardan birimiz biz. Lekin hozir mana shu universitetda yuqori advanced laboratoriyasi bor. O'sha laboratoriyada men shaxsan ishlatgan qurilmalar bor. O'sha universitet o'sha yo'nalishda ishlab boshlayapti. O'shanga tayyor xalqaro darajada. Xalqaro top darajada desak bo'ladi. Faqat xalqaro emas, xalqaro top darajada. Hozir mana shu to'liq klasterishga tushgandan keyin, demak, xalqaro darajadagi klasterlardan biri bo'ladi desak bo'ladimi? Albatta, to'liq ishga tushgandan keyin emas, o'sha hozirdan desak ham bo'laveradi, chunki o'sha hozirdan qurilmalar bor, o'sha ishlab boshlagan. Endi to'g'ri, chunki hozir ishlab boshladi, lekin rezultat hozir bermaydi, lekin 2-3 yilda o'sha ishlanmalari xalqaro darajaga chiqadi. Bu uchun kuchli xodimlar kerak, albatta. Albatta, bu uchun bizga kuchli yoshlar kerak. Biz o'sha yoshlarni o'sha universitetga taklif qilamiz. Undan tashqari masalan, chet el universitetlariga o'qish, masalan, o'zim taklif qilaman, lekin chet elda o'qimoqchiman deydiganlar aloqaga chiqadigan bo'lsa, biz albatta yordam beramiz. Farmatsevtika yo'nalishi bo'yicha bakalavrga ham, magistraturaga, doktorantura yo'nalishida ta'lim olishga, o'qishga kirishga, grantlar yutishga biz yordam beramiz. Ya'ni 100% gacha grantlar haqida ham bo'ladi. Albatta, 100% grantlar. To'lov qilmaysizlar, pul bermaysizlar. Bular ya'ni chin dildan mana shu farmatsevtikani rivojlanish uchun O'zbekistonda o'zlari tarafidan mana shu tashkilotda chet el grantlarini yutish bo'yicha talabalarga yordam beryapti. Izohlarda manzil nimadir qoldiramiz bo'lsa bo'ladi. Elektron pochtamizda pochta qoldiramiz. Agar til biladigan bo'lsanglar, obyektivga tashlab qo'ysa, shu farmatsevtikalar bilan qiziqsanglar, tashlab qo'ysanglar, bular to'liq yordam beradi. Ya'ni qaysidir konsultatsiya firmaga borib yordam olishlaringizga, qanchadir pul to'lov qilishlaringizga hojat qolmaydi. Albatta. Sizlar bilan mana shu Farm klaster haqida to'liq ma'lumot oldik. Umumiy ma'lumot albatta, chunki buni har biri katta loyiha. Men ko'rib turganingizdek 29 ta loyiha, $2 milliard yaqin loyiha. Bu masalan dunyoda top darajadagi loyihalardan biri bo'lyapti. Nasib bo'lsa yaxshi abituriyentlar asosiy qism ko'rayotganlar, yaxshi o'qisanglar, mana shu farmatsevtikaga qiziqadigan bo'lsanglar, bundan keyin o'zim ham shaxsan maslahat beraman. Apteka bo'yicha emas, aynan biotexnologiya O'zbekistonda rivojlanyapti, chunki men bular hammasi biotexnologiya bo'yicha ishlab chiqarish. Aksariyati biotexnologik preparatlar ishlab chiqarish. Har bittasiga kuchli biotexnolog kerak bo'ladi. Dunyo bo'yicha oyliklari juda ham yuqori va bu yerda ham xalqaro kompaniyalar bo'lgandan keyin
oyliklari o'shanga yaqin bo'ladi. Chunki ularga oddiy xodim kerak emas. Ya'ni kuchli xodim bo'lmasa, xalqaro darajadagi xodimlar kerak bo'ladi. Keyin yana bir narsani qo'shimcha qilmoqchiman. Bu yerdagi zavodlar hozir уже universitet talabalarini moliyalashtirishdan boshlagan. Chunki universitet ta'lim ingliz tilida, bu haqida universitetda domlalar ma'lumot berishadi. O'sha ingliz tilida xalqaro darajadagi ta'lim berganligi uchun zavodlar o'zi bizga keladigan xodimlar deb turib, o'z halitdan moliyalashtirish boshlagan. Birinchi kursdan o'zi moliyalashtiryapti. munosib bir universitet xodimi bilan bir masala tushuntirib beradilar u kishi ham. Masalan, universitetga o'tamiz, nima qilib? Sizga kattakon rahmat, Marat. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Farm agentlik haqida to'liq ma'lumot berib o'tdi deb o'ylaymiz, umumiy ma'lumot. Ana endi shu farm agentlikda bitta loyihalardan biri universitet haqida, universitet xodimi bilan ma'lumot berib o'tamiz. Birinchi o'zlarini tanishtirib. Assalomu alaykum. Avvalambor xush kelibsizlar. Juda xursand bo'ldik bizga kelganlaringizdan. Men ismim Firuz Marupov, xalqaro aloqalar bo'limi boshlig'iman. O'zim Toshkent farmatsevtika institutini siz bilan birga bitirgan ekanmiz. Keyin magistraturani Demonfort universitetida, ya'ni universitet hamkorlari bo'lgan bitta universitet bilan yakunlaganman. Davlat grant asosida. Ruxsat bersangiz universitet haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu universitet kutubxonasidan boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, universitet o'zi umuman olganda davlat prezident farmoni asosida tashkil etilgan va klaster haqida chuqur ma'lumotga ega bo'ldingiz. Klasterni yuragi, asosiy qismi sifatida ko'riladi universitet. Chunki klasterni boshqa loyihalari ishlashi uchun ishlab chiqarish maydoni bo'ladimi, davlat boshqaruv organi, o'sha GXP markazi barcha boshqa faoliyatlarini yuritish uchun ularga malakali mutaxassis kerak va u malakali mutaxassislarni aynan o'sha xalqaro darajadagi ingliz tilini biladigan farmatsevtlarni tayyorlash uchun universitetda loyihasi ishlab chiqilgan va universitet hozirgi kunda farmagentlik qoshida biz ishlaymiz va Demonfort, Buyuk Britaniyaning Demonfort va Sunderland universitetlari bilan hamkorlikda va Koreyani top 50 taliga, dunyoda top 50 taliga kiradigan Sky deydi Koreyada, bu top 3 ta eng yirik universitet Koreyani, Seoul University, Korean University va Yonsei University. Shu Yonsei universiteti top 50 taliga kiradigan bilan bizning hamkorlik bor. Bu degani biz ular bilan franshiza asosida ishlaymiz. Ularni to'liq dasturlarini taqdim etamiz. Ularda bor imkoniyatlar bizning talabada bor. Talabalarda bor. Bizning talabalar ularning talabasi hisoblanadi va o'qish bitirgandan keyin albatta ularning diplomini qo'lga kiritadi. Bu degani diplomda hech qayerda O'zbekiston filiali yoki Toshkent filiali degan gap yo'q. To'g'ri o'sha Buyuk Britaniya yoki Koreya universitetlarining diplomini qo'lga kiritishadi. Bu bizning kutubxona, endi davlat rahbari o'zlari ham shaxsan kelib tanishib chiqqanda kutubxona bilan ko'rib turganlaringiz bu darsliklarning barchasini bizga hamkor universitetlarimiz bergan, Angliya universitetlari tomonidan taqdim etilgan darsliklar, kimyo, biologiya, biznes menejment, til bo'yicha ko'p dasturlarimiz bor va ularning hammasi eng oxirgi nashrlari Angliyada talaba nima dasturda ta'lim olayotgan bo'lsa, xuddi o'sha narsa bu universitetda sharoit yaratilgan. Bu o'sha davlatlararo hamkorlikning natijasi. Undan tashqari bir qator kompyuterlarda bizda simulyatorlar bor, vizualizatsiya dasturlari bor. Albatta bu interaktiv ta'lim jarayonini joriy etish uchun. Kutubxona bu faqat universitet kutubxonasi emas, bu klaster, ya'ni farmagentlikning kutubxonasi. Bu yerda juda katta imkoniyat talabalar uchun networking deydi, tanish bilish orttirish. Bizda O'zbekistonda yomon ma'noda tushuniladi. Bu yerda esa bu boshqa ma'nodaki, ko'rib turibsiz, o'zbek tilida davlat siyosati bo'yicha ham kitoblar bor. Bu yerda klaster tashrif buyuruvchilari, mehmonlari, biznes vakillari va davlat mutasaddilari kelib mana shu yerda o'tirganda talabalar bo'lajak o'zini ish beruvchisi bilan shu yerda tanishish imkoniyatiga ega. Va undan tashqari albatta bizda shu Buyuk Britaniyaning hamkorligi, hamkor universitetlar tomonidan dunyoning eng yirik ilmiy maqolalar platformasi, siz bilasiz, Science Directga, eng yirik kutubxona platformasi EBSCOga kirish imkoniyatlariga ega bizning talaba. Chunki talaba akkauntini olganda, mana shaxsiy akkauntini olganda domeni.ac.uk, ya'ni Angliyaning domenida talabalarga akkaunt ochiladi. Shunda hozir O'zbekistondagi yagona top 50 dagi universitetlar bilan birinchi hamkorlik desak bo'ladimi yo? Bu umuman olganda tarixiy voqea. Bu nafaqat O'zbekiston uchun tarixiy voqea, balkim butun dunyo uchun, chunki Yonsei universiteti international, xalqaro bormagan hech. O'zini dasturlarini chetga hech qachon bermagan. Bu tarixda birinchi marta Koreyaning o'sha top universiteti o'zini dasturini xalqaro berishi, ya'ni o'shanda ham O'zbekiston tanlangan, O'zbekistonga beryapti o'sha dasturni. Biz hozir qurilish maydoniga borsak agar, o'shani ko'rib o'tsak bo'ladi, universitet loyihasini Yonsei universiteti qurib bergan. Biz hozir kadrlarni ekranga chiqaramiz. Hozircha vaqtinchalik biz boya etajlarda bo'lganda 3-chi, 4-chi, 5-da, 4, 5, 6. Universitet vaqtinchalik bu binoda joylashgan. 3-chi, 4-chi, 5-chi qavat, 4-chi, 5-chi, 6-chi qavat universitetga berilgan. Qolganlar bilan tanishib o'tgan bo'lsangiz kerak. Farmatsevtika mahsulotlarini xavfsizlik markazi, GXP markazi, farmagentlik. Bularning hammasi potensial bizani bitiruvchilarni ish beruvchisi. Ya'ni davlat boshqaruv organi, eng yirik farm kompaniyalar va barcha
nazorat qiluvchi organlarda bizani bitiruvchilar ishlash imkoniyatiga ega va yana o'sha universitetda ta'lim tili ingliz tili, barcha muloqot ingliz tilida. Bizada mutaxassislarni ham mana aytib o'tdim, o'zim ham Demonfort universitetini bitiruvchisiman. Bizani hamma hamkasblarimiz o'sha katta loyiha, bu ham davlat loyihasi edi. Buyuk Britaniyaga barchamiz Sunderland va Demonfort universitetida tahsil olganmiz, magistraturani o'sha yerda qilganmiz, davlatda grant asosida va qaytib kelib hozir men universitetda faoliyat olib boryapmiz. Undan tashqari siz tanishtirib o'tgan bo'lsangiz kerak, Marat, bu bizada ilmiy tadqiqot instituti, 3 ta ilmiy tadqiqot instituti 1-yanvardan birlashib Milliy ilmiy tadqiqot institutini hosil qiladi va bu tomonda farmatsevtika mahsulotlarini xavfsizlik markazi, ishlab chiqarish maydoni, ya'ni bu yerda biz butun farmatsevtika zanjirini qoplaganmiz. Butun farmatsevtika zanjiri qoplangan, malakali mutaxassis tayyorlash, u ilmiy ishini bu yerda qilib, keyin klinik tadqiqotlar markazi, klinik oldi tadqiqotlar, hayvonda tadqiqot olib boradi, keyin odamda klinika qurilgandan keyin odamlarda tadqiqot olib boradi. Davlat organidan ro'yxatdan o'tkazib sertifikatlarini olib ishlab chiqarishga ijozat etadi. Ya'ni butun farmatsevtikaning zanjiri mana shu yerda qoplangan. Kanalimiz obunachilari uchun eksklyuziv ko'rinish. Sizlarga hozir qurilish jarayoniga keldik. Farmatek universitetining yangi binosi qurilyapti bu yerda. Shu haqida bu kishi to'liq ma'lumot beradilar. Albatta, biz aytib o'tganimdek vaqtinchalik Farmagentlikning binosida joylashganmiz 3 qavatida va hozir bu universitetda asosiy binosini qurilish jarayoni. Ko'rib o'tganingizdek, bu loyihaning qiymati $80 million ortgan. Buni moliyalashhtirishi Koreyaning Exim banki hisobidan. Universitetda loyihasini o'sha aytib o'tganim top 50 talik kiradigan Yonsei universiteti loyihalashtirib bergan va qurilish bilan Koreyaning Hanshin va Hyundai kompaniyalarining konsorsiumi shug'ullanyapti. Dasturini ichkarida qilinadigan dasturlarni Samsung taqdim etadi. Endi universitet bitta binoni qurish O'zbekistonda $80 millionga turib tushmaydi. $80 million bino yo'q. Nima uchun bu bunaqa qimmat degan savol bor. Chunki buni ichida bizada 6 ta ilmiy laboratoriya, uni ichida 2 ta elektron mikroskop, NMR, YMR tomograf deydi, siz uni yaxshi bilasiz, va 12 ta o'quv laboratoriyasi. Ya'ni bizada universitetning asosiy maqsadi mana bu malakali mutaxassis amaliyotga urg'u berilgan. Malakali mutaxassis tayyorlashga, o'sha har bitta reaksiyani o'zi qilib ko'rish kerak. Shu uchun laboratoriyalarning qiymati oshib ketganda, o'sha laboratoriyalarning asosiy narxini laboratoriya va avtobus kunlari universitet shakllantiradi. Mana ko'rib turganingizdek jarayon ketyapti. 27-yil o'rtasiga developer, ya'ni quruvchi kompaniya bitirishni va'da qilgan. Bu endi davlat loyihasi, aytib o'tganimdek, Koreyaning Exim bankini moliyalashtirishi, EDCF Foundation deydi, Economic Development and Cooperation Foundation of Korea deydi. Bu grant sifatida mana shu bino qurilyapti. Shunda hozir bu loyiha qurilgandan keyin menimcha farmatsevtika bo'yicha dunyodagi top hali nimaga universitetlar qatoriga kirishga baribir vaqt ketadi, olimlar, professorlar kerak albatta. Lekin bino jihatlama, ichidagi laboratoriya jihatlama menimcha xalqaro darajada bo'lsa kerak. Aytib o'tganingizdek, albatta bunga vaqt kerak. Bilsangiz, reytinglarda asosiy qismini, reytinglarda top reytingga kirish asosiy qismini xodimlarni, ya'ni bitiruvchilarni ishga kirishi egallaydi. Bizani mana klaster hududida 8000 tadan ortiq ish o'rni yaratilgan. Ya'ni universitetda bitiruvchilari mana shu yerda xalqaro mutaxassis bo'lib, mana universitet o'zida klasterda farmagentlikda ishlab chiqarishda qolishi mumkin. Keyin hamkorlik darajasida biz Yonsei bilan top 50 talik Angliya universitetlari top 600 talik kiradi. Ular bilan hamkorlik qilganimizdan keyin biz albatta top universitetlar qatoriga kirishga biz ishonamiz. Keyin abituriyentlar uchun Marat ham aytib o'tdilar, nima qilib mana shu klasterdagi o'zi xususiy farmatsevtik korxonalar talabalarga o'zi pul tikishni hozirdan boshlashgan degan nimalarni aytib o'tdi. Ha, albatta bizada umuman olganda grant imtihonlari bor. Bilasiz, xalqaro ta'limda universitet bepul o'qitmaydi hech kimni, ya'ni bir kompaniya uni qoplab berish kerak. Hozirgi kunda bizada Farmagentlikning granti bor, ya'ni o'sha davlat tashkiloti, regulator qoplab beradi ta'limini, imtihon o'tkazadi. O'sha imtihondan muvaffaqiyatli o'tgan talabalarga, abituriyentlarga davlat tomonidan, ya'ni Farmagentlik tomonidan stipendiya beriladi. Undan tashqari u imtihondan o'ta olmaganlarga mana bu yerda bizada bir qator ishlab chiqaruvchilarimiz bor. 30 taga yaqin ishlab chiqaruvchi bu yerda, farm kompaniya yoki grant logistik ko'rib o'tgansiz. Bularning hammasi tayyor mutaxassislarga pul tikishga, mutaxassisni tayyorlashga, pul berishga, o'sha moliyalashtirishga, ertaga o'ziga o'sha malakali mutaxassis qolishi uchun mablag' ajratishga hamma ishlab chiqaruvchi tayyor. Biz ular bilan juda yaqin hamkorligimiz bor. Aytib o'tganingizdek, biz Farmagentlik qo'shidamiz, ya'ni ular bilan birgalikda ishlaymiz bu farmatsevtika sohasini rivojlantirish uchun. Shunda hozir 7-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar endi asosan bizda shunaqa yo'nalish ko'rayotgan bo'lsa, demak ular yaxshi o'qib, misol uchun tilni zo'r bilsa, kimyodan misol uchun A-level imtihonlari, biologiyadan A-level imtihonlari bor. O'sha sertifikatlarni olib kuchli talaba bo'lib kiradigan bo'lsa, deyarli ular pul to'lamasdan o'qish imkoniyati bor. Albatta, xuddi shunday, albatta. Kuchli o'quvchi har doim moliyalashtiriladi. Bundan tashqari yana bir yaxshi tomoni, farm kompaniyalar moliyalashtirib bergandan keyin
bitirgandan keyin ish bilan ta'minlaydi. Ya'ni bu universitet bitiruvchisi ertaga men qayerga ishga kiraman degan savolni bermaydi. Siz bilasiz, o'qishdan kirishdan oldin hozir talabalarda, abituriyentlarda asosiy savol qayerga o'qishga kiray deydi. Shunday. Lekin hayotda asosiy savol emas. O'qishni bitirgandan keyin men qayerga ishga boraman, men kim bo'laman degan savol keyin tug'iladi, lekin uni hozir bermaydi. Lekin bu universitetda o'sha savolga javob hozirdan tayyor. Ya'ni kim bo'ladi, qayerda ishlaydi, topa oladi. Albatta, ish bilan ta'minlanish darajasi bizda juda yuqori bo'ladi. Aytib o'tgandek, mutaxassis yetishmagani uchun universitet qurilgan. Yangi qurilayotgan bino haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'ldingizlar deb o'ylaymiz. Endi binoni ichida universitetda hozirgi joylashgan qismida laboratoriyalar bilan tasvir o'tkazamiz. Biza hozir aytib o'tganimizdek boshida universitetga 3 qavat berilgan vaqtinchalik 4-5-6 qavat. 4-5 qavatlarda bizda dars xonalari, 6-qavatda bizda 2 ta o'quv laboratoriya, bitta ilmiy laboratoriya bor. Sizlarga hozir o'shani ko'rsatib o'taman. Endi bizda laboratoriyalarning asosiy ajralib turadigan joyi ular muzey emas. Bizning laboratoriyalar mehmon kelganda ko'rish uchun emas, balkim talabalar ularda ishlashi kerak. Bu bizning biologiya laboratoriya, kelsangiz bo'ladi. Har bitta talabaga bittadan mikroskop, laboratoriyaga 12 kishidan ko'p odam kirishi mumkin emas. Ya'ni guruhlar 12 kishidan bo'lingan, asbob uskunalar bilan ta'minlangan va bular faqat 1-2 kurs laboratoriyalari. Bizda hozir aytib o'tdim, 2 ta o'quv laboratoriya, asosiy binoda 12 ta o'quv laboratoriyasi bo'ladi. Chunki universitetning asosiy maqsadi amaliyot. Bizani talaba ertaga o'qishni bitirib ishlab chiqarishga borganda institutda o'rganganingni hammasini unutib, bu yerda boshqacha degan gap eshitmasligi kerak. Bizani bo'ynimizdagi mas'uliyat bu bizga qo'yilgan davlat rahbari tomonidan mana o'zlari kelib mana shu xonada talabalar bilan gaplashganlar, rasmga tushganlar talabalar bilan va o'zlari dastxat qo'yib har bittasiga alohida tarqatganlar talabalarni. Sizlarni bizga ham qo'yilgan missiya, talabalarga ham qo'yilgan missiya ertaga o'sha borib yangilik qilish va O'zbekistonning farmatsevtikasini rivojlantirish. Qaysi korxonaga borganda u yangilik ko'rish uchun emas, yangilik qilish uchun borish kerak. Xuddi shunday. Borib korxonada o'rganish uchun emas, korxonaga o'rgangan bo'lib mutaxassis bo'lib borish kerak bizning talaba. Yangilik qilish uchun. Albatta. Bu yerda esa bizning ximiya laboratoriyamiz bor. Boshida aytib o'tdim sizga, davlat rahbari kelganlarida $2 million mablag' ajratilgan startaplarga mentorlik, davlat tomonidan barcha ko'mak, hamma narsa bor. O'shani qiladigan odam kerak bizga, malakali mutaxassis kerak. Hozir shunda talabalar ham kirib, qandaydir o'zini startap bo'ladigan bo'lsa, ularga investitsiya qilinadimi? Albatta, bizani 3 nafar talabamiz birinchi yil o'zida Koreyaga Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIS) deydi. O'sha bir katta ilmiy institutga borib, malaka oshirishga borib kelgan, internship deydi, summer school deydi, o'shanga borib keldi. Undan tashqari bu yil biz undan ko'pini, mana Damanford bilan gaplashganmiz, Sunderland bilan Dubayga boradi. Sunderland bilan qo'shma loyihalar qilib, o'sha talabalarimiz hammasiga ilm-fanga chuqur o'rganish uchun imkoniyat beriladi va talabalarimiz bizning professor, mana Mirzayev Ulug'bek Hiroshima universitetini bitirib kelgan. PhD'ni o'sha yerda qilgan, Yaponiyada qilgan mutaxassis bilan birgalikda ilmiy faoliyatini 2-kursidan qilyapti. Ya'ni bu yerda imkoniyat juda ko'p. Davlat hech qanaqa cheklov qo'ymagan, qiladigan odam kerak. Hamma mablag' bor, yordam bor, barcha sharoit shart, imkoniyat yaratilgan, o'shani qiladigan mutaxassis kerak. Faqat o'shani qilishga intiladigan, o'zida kuch ko'radigan odamlar kerak. Mana bu ximiya laboratoriyamiz. Ko'rib turganingizdek, laboratoriyada ishlamayotganligi hididan bilinadi. Agar yangi asbob uskunaning hidi kelsa agar, u muzey laboratoriya ekan deyiladi. Siz bu yerda hozir sezib turganingizdek, ximikatlarning hidi bor. Talabalar hozirgina darsdan chiqib ketgan, endi dars jarayonida bo'lib kira olmaymiz. O'sha asosiy maqsad bu amaliyotlar. Barcha reaksiyalarni, mana siz ham farmatsevtikani o'qigansiz, biz birga o'qigan ekanmiz. Biz ko'p reaksiyalarni nazariyada bilamiz. Barcha reaksiyani nazariyada bilamiz. Bariyni ham qanday cho'kmaga tushirishni bilamiz. Temirni ham sifat reaksiyasini bilamiz, lekin biz buni qilib ko'rmaganmiz. Asosiy muammo o'shanda bo'ladi va bizning talabalar o'sha narsani qoplash kerak. 80% o'qish umri laboratoriyada o'tadi talabalar. Bu xalqaro standart shunaqa. Undan tashqari fanlarning soni ham bizda 16 ta fan yo'q, 3 ta fan o'tadi, hammasi spetsifik. Bu ximiya, biologiya va ingliz tili. Birinchi kursida keyinchalik faqat ximiya biologiyasi qoladi. Chuqur o'rganish, malakali mutaxassis tayyorlash. Asosiy maqsad mana shunday bo'ladi. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun kattakon. Endi agar qarshi bo'lmasangiz, ulardan ham fikr olsak, ustozlardan. Nargiza biz bilan o'qigan, biz bilan bitta nimada o'qigan, potokda o'qiganlar, eng ilmli o'quvchi desak ham bo'ladi, ilmlilardan emas, eng ilmlilardan bo'lgan. Oddiy fanlarda ham adashmasam 90 necha ballar bilan yopardilar. Biz juda ham havasimiz kelardilar. Nargiza mana bu bizani asosan ko'radigan kuzatuvchilarimiz abituriyentlarda. Ular hozirda 7 bo'lishi mumkin, 8, 9, 10, 11 qanday ketma-ketlikda o'qisa, mana shu farmatsevtika yo'nalishida muvaffaqiyatli mutaxassis bo'lib yetishi mumkin. Shunga qisqacha bersangiz foydalanadi. Birinchi bo'lib ximiya biologiyani
nima deydi, bazaviy bilimlarni olish kerak обязательно. Bazaviy bilimni bo'lgandan keyin qolgan murakkabroq praktikaga bog'liq joylarini o'zimiz o'rgatib olamiz. Ko'rib turibsizlar, bizda hamma sharoit bor laboratoriyalarni qilishga. Hamma o'sha kerak bo'ladigan kelajakda nima qiladi, ishga kiradimi, praktika bo'lib yoki qanaqadir ilmiy ish bilan shug'ullanadimi yoki magistratura PhD qilishga tayyor barcha qanaqangi skilllar kerak bo'lsa, ularni hammasini o'zimiz bo'tib beramiz, lekin asosiysi ularda asos bo'lishi kerak, foundation bo'lishi kerak. Ximiya bilan biologiyani yaxshi bo'lardi agar matematikani ham bilsa, chunki ximiyani bilan matematikani orasida juda ham oralar ko'p. Keyin hozir yana bitta maslahat bergan bo'lardim. Juda ham ko'p internetda ma'lumot bu to'g'risida juda ham ko'p. Masalan, mashhur universitetlarni MITni yoki Harvardni yoki bo'lmasam ULCni ham o'zini kurslarini onlayn tekinga topish mumkin. Faqat ingliz tilini bilsa bo'ldi, hech qanaqa pul ham so'ramaydi. Faqatgina o'shandan o'qib, bu narsalarni ham o'rgansa bo'ladi. O'shanda biladiki, hozirgi endi men o'zim o'qigan payt shu aytibman, bizda o'qitgan bilan xalqaro standartda qanaqa o'qitish farqi borligini o'shanda ham ko'rsa bo'ladi. Keyin boshqa любой institutga kirganda, men bilaman xalqaro standart qanaqa bo'lish kerakligini, bunaqa o'qitish kerak emas yoki to'g'ri rostdan ham shunaqa o'qitar ekan degan o'ziga xulosa qilish mumkin bo'ladi. Hozir qaysi yo'nalishda dars beryapsiz? Hozir ximiya. Ximiya. Sizga kattaga rahmat. Keyingi ishlaringizga rivoj bersin. Katta misol olimlarni yetishtirib chiqarish. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Yana bir ustozimiz bor, u kishidan ham ma'lumot olsak ancha foydali bo'ladi. Hozir qaysi fandan dars berasiz bu yerda? Kimyada. Kimyodan dars berasiz. Nima uchun aynan shu universitet tanlagansiz? Masalan, boshqa universitetlar ham bor edi-ku. Endi bu universitetni o'zim ishga kirayotganimda, nimani grant yutganimizda bilgandik, qaytib kelganimizdan keyin shu yerga ishga kirishimizni, hamma narsani bilgandik. Sababi men bilardim sразу boshdan o'zi chet ellik Buyuk Britaniyani nimasini tajribasini olib kelishimizni. O'zimiz bilamiz, borganimizda ham ancha ko'p narsani ko'rganmiz. Bu yerda ancha rivojlangan davlatlar, ularda ilm nima ham ancha oldinga ketgan. Shuni o'zimizga olib kelamiz degan nimada niyatda o'qishga kirgan edim va qaytib kelib shunga ishga kirganman universitetga. O'zi agentlikda ham aytishgan, xohlasang u yerda ham ishlashing mumkin degan, lekin universitet tanlaganman. Hozir mana shu Angliyada o'qigan so'ram. Mana shu Angliyadagi muhitda mana shu yerda qandaydir shakllantirib boshlagan deb o'ylaysizmi yoki hali bormi O'zbekistonda nechadir yil bu narsaga? Albatta boshlangan, chunki o'zimiz ko'rib turibmiz, ko'rib turganingizdek asbob uskunalarni o'zimiz zakaz qilamiz. Shu sababdan bilaman, o'zimiz qo'ldan kelgancha harakat qilamiz shu narsani nima qilishga, O'zbekistonga ham olib kelishga olib keldik ham deb o'ylayman. Chunki hamma kerakli ikkinchi kursda, masalan, hozir ikkinchi kurs talabalarimiz bor. Ularni kerakli hamma laboratoriya asbob uskunalarini olib kelamiz. Kerak bo'lsa kunma-kunga qilib olib kelamiz, lekin ular hamma narsani, analitik nimalarni o'rganishadi. Kerakli asbob uskunalarni sразу o'rganishadi. Zo'r. Men yoshlar hozir bizani ko'rib turibdi, ularda savol bo'ladi. Men aptekachi, qo'pol qilib aytganda bizning tilimizda aptekachi bo'lamanmi yoki bo'lmasa olim bo'la olamanmi degan savol, misol uchun qiynaydi-da baribir yoshlarni. Mana shu universitetga kirgandan keyin o'sha etaplarni to'g'ri bosib o'tadigan bo'lsa, o'zining maqsadlariga erisha oladimi? Nima deb o'ylaysiz? Albatta erisha oladi. Shu sababdan o'zi to'g'risini aytsam, shu sababdan o'zim universitetga ishga kirganman. O'qishga ham, magistraturaga ham shu sababdan borganman. O'zim ham ilmga rosa ko'p qiziqardim. Farmiyni bitirganman. Keyin magistraturaga kirganim ham shu sabab bo'lgan. Chunki ilmga rosa qiziqardim. Men o'ylaymanki, universitetga talaba kirsa, bu ham shu narsani nimaga ilmga qiziqishi bor bo'lsa-yu, hamma narsani qo'ldan nima qiladi. Hozir shunda men bu PHPKlar tushuntirilgan ekan doskada nima qilib, to'liq hozir shunda laboratoriya bilan tushuntiriladimi yoki birinchi nazariya bo'lib, keyin amaliy qanday bo'ladi? Dars tartibi haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tirsangiz. Ular boshida endi nimani teoriyani o'rganishadi, chunki nima teoriyani o'rganmasdan turib sразу praktikaga kirsa, u ham noto'g'ri narsa. Shu sababdan birinchi leksiyada o'rganishadi bu narsani, seminar o'tadi, undan keyin laboratoriyaga keladi. To есть hamma bilimlarga ega bo'lib, o'sha laboratoriyada deyarli nima qilish kerakligini bilgan holda laboratoriyaga kirib, nazariyada ham, nimada ham, praktikada ham ko'rishadi shu narsani. Shunda hozir har bitta dars uchun shunda laboratoriya ishlari amalga oshiriladi, shunday? Albatta, birinchi kursda ximiyadan adashmayotgan bo'lsam, ximiya biologiya bitta modulda bo'ladi. Birinchi semestrda 6 ta laboratoriya, ikkinchi semestrda 6 ta laboratoriya, ikkinchi kursda hozirgi o'zi bir semestrda o'zida 8 ta laboratoriya ishlari bor. Kattaga rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Husunaga katta rahmat. Mana hozir hamkasblarim to'g'risini aytganda juda kamtarlar. Nargizaxon o'zlari qizil diplom bilan farmiyni bitirib, Angliyada Demanfortda Quality by Design dori vositasini loyihalashtirish paytidagi sifatini ta'minlash dasturi bo'yicha magistratura qilganlar. Muhabbatxonasi drug formulation dori vositalarini aynan o'sha sostav ishlab chiqish bo'yicha, tarkibini ishlab chiqish bo'yicha Sunderland universitetining magistrati. O'sha uchun juda kamtarlar aytib o'tmadilar, shunga men aytib o'tishim kerak bu narsani. Biz Nargiza bilan birga o'qiganmiz. Ochiqni aytaman, eng kuchli o'quvchidan bo'lgan, eng ko'p kuchli o'quvchilardan biri bo'lgan.
Manimcha o'zi farmatsevtika institutidagi eng kuchli o'quvchilardan biri bo'lgan deb o'ylayman. Chunki aytgandek oddiy fanlargacha e'tibor berardi. Ya'ni shu fan kerak menga mehr berib, endi ingliz tilini adashmasam koreys tilini ham bilardi nima qilib. Shunday. Bizada o'zi umuman hamkasblarim orasida aytib o'tgandek hamma Farmini bitiruvchilari, hamma qizil diplomatlar, davlat mukofotlari sovrindorlari bor, IBSM stipendiantlari bor, Nargiz Jabbarova qizil diplom sohibasi va hammasi shu xalqaro ta'lim olgan xodimlar bizada va biz gaplashdik siz bilan bu narsani. Muhit katta ahamiyatga ega. Talabalar bizada kelgan talabalar ham shunaqa. Biz eng zo'rlarini, ya'ni o'zini kelajagini biladigan bolalarni yig'ib olganmiz. Bu yerga kelgan ham ingliz tilini biladi, ham kimyo biologiyada qiziqishi bor. Ya'ni o'zini kelajakda ko'rib biladi, kim bo'lishini aniq biladigan odam. Siz aytib o'tdingiz, shu dorixonachiman deb o'ylaydi odatda farmatsevtika. Bizada hozir shu rahbariyat tomonidan qo'yilgan talab, bu stereotipdan biz qochishimiz kerak. Farmatsevtika bu dorixona emas. Olib bitta polkadan dorini pulga sotish uchun siz malak nima deydi, oliy ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak emas pulni sanab olish uchun. Farmatsevtika u dorining orqasida qancha narsa turibdi. U dorini odamda sinalgan. Undan oldin u hayvonlarda sinalgan. Undan oldin uni ishlab chiqarilgan. Uni orqasida qancha ilm fan turibdi. U farmatsevtikani dorini qancha tekshiruvlari turibdi, texnologiyalari bor, ishlab chiqaruvida ro'yxatga olish bor, davlat regulyatorida o'sha qonunchiligini, regulyator mexanizmlarini ishlab chiqish turibdi, xalqaro tajribalar, GPP, GMP lar turibdi. Biz o'shalarni qoplashimiz kerak aynan. Chunki faqat shunaqada biz O'zbekiston farmatsevtikasini rivojlantirib bilamiz. Faqat dorixona deb bilish bu bir oxirgi qismi. Dorixona bu dori 1% emas. Bu oxirgi qismi. Biz bu yerga kelishimiz kerak. O'sha uchun biz faoliyat olib boramiz. Hozir ko'pchilikda men o'zim farmatsevtikani bitirganim uchun bilaman, 1% ni 100% deb o'ylaydi odamlar. Ya'ni 100% mana shunday boradi. Kerak bo'lsa O'zbekiston shunaqa stereotip shakllanib qolgan deb to'g'ri aytdingiz. Mana yoshlar ko'rib turibdi, asosan videolarni nima qilib, ularga o'zim ham maslahat beraman. Mana shu joylarga kirib, o'z yo'nalishlaringizda menimcha osongina topasizlar. Chunki hali bo'sh sohada, ya'ni qancha xodim bo'lsa, menimcha qamrab olib biladigan yo'nalishda hozir. Ya'ni O'zbekistonda aynan shu etapda hozir va kelajaklaringizda ham shu yo'nalish bilan menimcha chiroyli qurbilasizlar deb o'ylayman. Va dunyoning eng perspektiv, eng ilg'or yo'nalishlaridan biri bizda eng daromadli desa. Eng daromadli desa ham, chunki ko'p mehmonlar keladi bizga, xalqaro mana shu universitetlardan mehmonlar keladi. Ko'p startup kompaniya Change School bor, Britaniyadan bizga keladi mehmonlar, ular ko'pincha aytib o'tadi. Kelajakning 3 ta yo'nalishi bor. BT, NT, IT deydi. Biotechnology, nanotechnology, information technology. Shunday. Biotechnology bu aynan bizning yo'nalish. Bu kelajakda hatto mana bu sun'iy intellekt ham o'rinni qoplab bilmaydigan yo'nalish. Zo'r. Xusunaga bizani o'quv laboratoriyalari bilan tanishib o'tdingiz. Endi bizda klaster ilmga yo'naltirilgan, ilmiy ishlab chiqarish innovatsion klasteri degan nomi bor o'zi, Farma Parkni va endi bizani ilmiy laboratoriya bilan sizni tanishtirmoqchiman. Bizda professor Yongil Li, Massachusets universitetini doktoranti, Massachusets universitetida bitirgan va NASAning konsultanti hisoblanadi. O'sha Marsdagi Curiosity zondini Mars yuzasini tekshiradigan asosiy uskunani ishlab chiqishda ishtirok etgan loyihasida va Benedetti Picture degan ximiklarga beriladigan mukofot bor. U Nobel mukofoti qatori tenglashtirilgan. O'sha mukofotni Amerika Qo'shma Shtatlari o'sha mukofotni sovrindori. O'sha Amerikani fanlar akademiyasi tomonidan unga taqdim etilgan va o'zini O'zbekistonda shu darajada potensial ko'ryaptiki, o'zini o'sha Koreyadagi Chongwon universitetidagi laboratoriyasini beg'araz bizga ko'chirib o'tgan. Mana bu ilmiy laboratoriya bizda olimlarimiz ishlashi uchun bu yerda hozir $1 million dan ortiq asbob uskuna bor va aytgandek beg'araz taqdim etilgan o'sha professor Yongil tomonidan va o'sha albatta bizani siz so'radingiz talabalar ilmiy chiqsa bo'ladimi deb hozirdan. O'shaning asosiy savoli bor. Why? Nima uchun degan savolni sizlar menga beringlar deydi. Men hamma narsani o'rganib bo'ldim deydi, men o'rganib biladigan. Mening ham yangi narsa savol o'ylab chiqa olmaydi. Men yo'lini bilaman deydi. Qanday ilmiy tadqiqot qilishi yo'lini bilaman deydi. Talabalarga aytadi, sizlar menga nima uchun deb oldimga keling deydi. Men bu narsa professor nima uchun shunaqa bo'lyapti desa birgalikda qilamiz deydi. Ya'ni shu darajada imkoniyat yaratilgan bizning talabalarga ilmiy faoliyatni shug'ullanish uchun. Zo'r. Ya'ni to'liq o'zlari olib kelganlar o'sha universitetga. Ha, o'sha aytib o'tdim, O'zbekistondagi potensialni ko'rib mana shu o'zini laboratoriyasini $1 million asbob uskunalarni mana bu yerga beg'araz ko'chirib o'tib, mana shu yerda ishlasin deb nima qo'ygan. Endi biz asosiy binoga o'tgandan keyin buni olib o'tamizda, uni professor Yongilli nomidagi laboratoriya qilib nima qo'yishi. Unaqa olim insonlar o'zidan o'zi to'g'ri kelgan joyga kelib ketavermaydi. Aniq potensial ko'rgan ekanlar ilmiy yo'nalish bo'yicha. Men ko'rib hozir juda ham xursand bo'ldim. Aytib o'tganimdek, bizning talabalardan ko'p o'sha hamkorlarimiz qanday ruhlanib ketadi. Kelib mana Digist aytib o'tgandek, o'zi kelib talabalarni olib ketdi. Birinchi kurs talabalari uchun ularda summer school yo'q edi. Bizning talabalar bilan ko'rishdida birinchi kurslar uchun alohida qilib beramiz dedi. Ya'ni bizning birinchi kursdan 3-kurslarga qo'shib birgalikda o'tkazib yubordi. Zo'r. Shu darajada eslatib ketaylik. Demak, ingliz tili bilish kerak, biologiya, kimyo abituriyentlar kirish uchun.
Kirish uchun asosiy talab bu ingliz tili bilimi. Ingliz tilida xalqaro sertifikatlar, IELTS, TOEFL, Duolingo sertifikatlari, mahalliy sifr sertifikati yoki bizda ichki imtihonlar ham mavjud. Ya'ni universitetga keladi, inglizlar tomonidan o'sha hamkorlarimiz tomonidan berilgan bizga berilgan DATE test bor, De Montfort Academic Test of English bor va Sunderland universitetining testi bor. O'shalarni o'tib, o'shalardan muvaffaqiyatli o'tib bizga o'qishga qabul qilinishi mumkin. Ya'ni asosiy talabi faqat ingliz tili bilimi. Va kimyo biologiyaga bo'lgan qiziqishi. Albatta shu maktab attestati, o'sha shahodatnoma. Grantlar yutish bo'yicha aytib o'ting, aynan o'sha universitetdan. Grantlar bo'yicha bizda grantni Farmagentlik taqdim etadi. Farmagentlikning grant imtihoni yozda bo'lib o'tadi va o'sha grantda muvaffaqiyatli o'tganlarga Farmagentlik qoplab beradi, ishlab berish majburiyatisiz. Ya'ni O'zbekistonga ishlab berish o'sha Farmagentlik, lekin albatta ish bilan ta'minlanishi ham juda yuqori darajada. Undan tashqari bizda olimpiadalar bo'lib o'tadi. Fevralda bizda Life Science Olimpiada bor. Ikkita etapda bo'lib o'tadi. Ikkinchi etap ingliz tilida offline etap. Uni ham g'oliblari, sovrindorlari bizda bepul o'qish imkoniyatiga, ya'ni butun 4 yillik yoki 5 yillik o'qishi to'liq qoplab beriladi. Va yana biz siz bilan uni muhokama qildik. O'sha ishlab chiqaruvchilar tomonidan ham bizda iqtidorli, asosiy bizda limit yo'q, hech qanaqa chegara yo'q. Talaba o'zini iqtidorini ko'rsatib bilsa agar exchange program, ya'ni o'sha borib bir semestrni Angliyada o'qib kelishi ham yoki bizani talaba ingliz Angliyaning talabasi hisoblanadi deb boshida aytib o'tdim. To'liq o'qishni u yerga ko'chirish imkoniyati. Agar juda iqtidorli bo'lsa, davlat tomonidan butun o'qishi ham qoplab berilib, o'sha yerga o'qishini ta'minlab berish imkoniyati ham mavjud. Hammasi bir-biriga mos keladi. Albatta. Ya'ni ikkinchi kursdan keyin uchinchi kursda yo'q o'qib ketaman degan. Ularni kursi bizada. Ularda nima bo'layotgan bo'lsa bizda xuddi o'sha narsa. U franchiza asosida tashkil etilgan, o'sha davlatlarning hamkorligi asosida tashkil etilgan universitet va loyiha. Rahmat kattakon Feruz aka, sizda hamkorlaringiz ham kelib qoldi deb o'ylayman. Katta rahmat. O'tirganlar. O'tiribdilar. Men Aslan Ulug'bek Mirzayevga topshiraman. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Universitetimizdagi haqiqiy olim insondan hozir suhbat qilamiz, nasib bo'lsa. Ustozimiz Hiroshima universitetida demak PhD o'qigan ekanlar, o'sha yerda dars bergan ekanlar. Birinchi savol, nima uchun O'zbekistonga aynan shu yerga keldingiz yana? O'ylab qarasak, qaytib kelmasligi ham mumkin. Bunaqa holatlar ko'p uchrab turadi. Tashqarida ta'lim olgandan keyin, ta'lim darajasi yuqori bo'lgandan keyin, agar shu standartlarga, shu talablarga javob bera olsangiz, albatta u yerda qolishingiz mumkin, lekin shu bilan bir vaqtda odamga o'y keladi. Tashqarida yurganingizdan keyin, mana masalan men 5 yil yurgan bo'lsam, shu narsani tushundimki, o'zing tug'ilgan joyga baribir kerakligingni his qilar ekansan. Bu yerdan so'ralayotgan yordam, bir xil paytda maslahatlar so'rashardi. O'shalarni ko'rib turib, ha, endi tashqarida yaxshi. Lekin qaytib shu sohani ko'tarsang, shu sohaga o'zingni hissingni qo'shsang, balkim u yerda ko'proq, kerakliroq odam bo'lishing mumkinligi, odamlarga foydang tegishi mumkinligi bu narsa anchagina o'ylantiradigan masala ekan. Shu sababli qaytib kelishga qaror qildik. Shu yerda dars berishni boshladik. Taxminan u yerda qancha vaqt ishlagansiz? Yaponiyada? Umumiy qilib hisoblaganda 5 yil. 5 yildan 2 yili magistraturaga bo'lgan bo'lsa, 3 yilida doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan bo'lsa, oxirgi 1,5 yil davomida shu yana dars ham berganmiz. Bu yerda magistrlarga, studentlarga dars o'tganmiz. O'zbekistondagi mana bu hozir talabalar bilan ishlayapsiz. Talabalarning potensiali qanday darajada deb o'ylaysiz? Ya'ni mana shu sohani rivojlantirishga yetarli darajadami yoki hali bormi bu narsa? Men o'ylamayman bu narsani. Menda yaqqol misollari bor. Mana masalan bu yerda o'qiyotgan ikkinchi kurslarning ichidan 5 nafari ilmiy tadqiqotlar qilishdi meni qo'lim ostida. Ya'ni bu yerda O'zbekiston aholisi ichida, orasida vaksinaga bo'lgan ishonchni, antibiotiklarni retseptsiz qo'llash qanchalik darajada ommada tus olganini va undan tashqari donorlik haqida, donorlikka odamlarning munosabati haqida ilmiy ishlar olib borishdi. Har bitta olib borgan studentimiz o'sha shu nimalarda ilmiy ishlarda qatnashganlar kamida 400-500 odamdan savolnoma tarzida ularni fikrlarini olishgan. Hozirgi kunda bu narsa statistika обработка deyiladi. Statistik обработка bu statistik tahlil qilib chiqilmoqda va xudo xolasa bu studentlarimizni biz chet elga konferensiyalarga tayyorlayapmiz va maqolalarni yuqori impact faktorli jurnallarda chiqarishni o'zimizga bir nima qilib qo'ydik, maqsad qilib qo'ydik. Yetib boramiz degan umiddamiz.
Keyin O'zbekistonda hozirgacha mana bu klinik tadqiqotlar nisbatan ancha kam bo'lganda. Keyin hozir klinik tadqiqot markazi ham qurilyapti ekan. Shu bo'yicha ham nimalar ayta olasiz? Klinik tadqiqot qanday darajada O'zbekistonda rivojlanmoqda? Hozirgi kunda umuman olganda dori vositalarini registratsiya, ya'ni nimaga ro'yxatga olish bo'yicha tadqiqotlar qilinadi O'zbekistonda. Lekin yangi o'ylab topirilgan dorilar, ya'ni hech qayerda ro'yxatdan o'tmagan dorilar, bu dori vositalarini O'zbekistonda tadqiqotlari o'ta darajada kam. Bu narsalarni agar rivojlantiradigan bo'lsak, bu albatta o'z navbatida birinchidan farmatsevtika yo'nalishini boyishiga, bir dorilarga bo'lgan odamlardagi ehtiyojni qondirishga, ya'ni yangi dorilarni olib kelishga yo'l ochib beradi. Buni o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Bu narsalar ko'pgina bir xavflar bilan bog'liq joylari ham bor. Chunki O'zbekiston Respublikasiga yangi dori vositasi kirib kelmoqchi bo'lsa, albatta uni ishlab chiqaruvchi kompaniya o'zini hisobidan qon bo'ladimi yo boshqa organizm suyuqliklarini tekshirishni yo'lga qo'ygisi keladi. O'sha paytda salgina kelishmovchiliklar bo'lishi mumkin, chunki biologik xavf, ya'ni O'zbekistonning qonini olib g'arazli niyatlarda ishlatish xavfi bor. Endi bu narsa hamma holatlarga ham tegishli emas, lekin shunaqa xavf yo'q emas deb ayta olmaymiz. O'sha narsalarni kontrolga olib, agar o'shani to'g'ri tashkil qila olsak, bu juda yaxshi bizga bir katta joydan qo'zg'alish bo'ladi. Va farmatsevtika, ya'ni nafaqat farmatsevtika, tibbiyot dunyosi uchun ham juda katta bir toshni joydan qimillatgan bo'lamiz. Keyin katta korxonalar ham qiziqishi shuni ortidan bo'lishi mumkin, to'g'ri? Albatta, bizni O'zbekiston davlatimiz birinchidan juda unikal holatda. Hozirgi agar o'ylab ko'radigan bo'lsak, klinik tadqiqotlar darajasida unikal holatda, chunki bizni O'zbekistonda hali boyagi qo'pol qilib aytganda tesha tegmagan deydi-yu, o'shanaqa hali dori vositalar qo'llab ko'rinmagan bemorlarimiz ham bor. Bunaqa unikal holatni hamma davlat ham qilib bera olmaydi. Masalan, boshqa bir davlatlarda u kasallar boshqa bir dori vositalari bilan davolanib ko'rilgan o'sha. Bizda unaqa holat emas. Shuning uchun bizda bu narsani rivojlantirsa, masalan, unikal patsientlarni topish ehtimoli paydo bo'ladi. Va eng asosiysi, masalan, aytaylik, saraton kasalligi. Saraton kasalligiga yangi dorilar ishlab chiqilayotgan bo'lsa, birinchi navbatda o'shalarga bizda nima yo'l ochiladi. Shularning registratsiyasiga, o'shalarni ro'yxatga olinishiga yo bo'lmasa nimasiga qo'llanishiga yo'l ochiladi va bizga bu narsa arzon tushadi. Zo'r. Keyin mana bu baribir endi farmatsevtika odamlarni sog'aytiradigan yo'nalishda, ya'ni kasallikni davolaydigan yo'nalish. Odamlarni mana shu O'zbekistondagi kasallik turlari bor, onkologik kasalliklar ko'p. Misol uchun O'zbekistonda ham saraton ham bor, misol uchun qanchadir darajada. O'shalarga ham qandaydir darajada mana shu qilinayotgan ishlarda foydasi tegadimi mana shu loyiha davomida? Endi hozirgi kunda to'g'risini aytaman, men saraton kasalliklari kam yoki ko'pligi haqida hech qanaqa ma'lumotga ega emasman, aniq-tiniq. Buni inobatga olgan holda, lekin shuni aytib o'tish kerakki, agarki mavsumiy kasalliklarni, ya'ni ORV, o'tkir respirator infeksiyalarni yoki ichak infeksiyalarini aytmagan holda infeksion kasalliklar, ya'ni yuqumli kasalliklar hozirgi kunda kamayib, non-infeksion kasalliklarning ko'payishi, ya'ni yurak kasalliklari, asab kasalliklari, qandli diabet, shunga o'xshagan kasalliklarning ko'payishi trendda hozirgi kunda. Shu sababli nafaqat saraton yoki xudo ko'rsatmasin sil kasalliklari, ya'ni tuberkuloz deydi, o'shanaqa kasalliklar emas, balki mana shu bir-biriga yuqmaydigan qandli diabet kasalligi, yurak xurujlari kasalliklariga ham dorilarning yangilarini kirib kelishi, bu albatta umumiy davlatimiz ichidagi fuqarolarning umumiy hayot tarzini yaxshilanishiga, birinchi navbatda sog'lig'ini yaxshilanishiga katta hissa qo'shadi degan umiddaman. Keyin mana bu abituriyent hozirgi yoshlarda 7-sinf, 8 bolalar, 11-sinfgacha yoshlar bo'lishi mumkin. Ko'pchilik yoshlarda nima fikr bor? Olim inson faoliyati davomida pul topish qiyin bo'ladi. Ya'ni misol uchun bizning hayolimizda ham shu narsa bo'lgan. 10 yillab u qandaydir laboratoriya ishlarida ishlash kerak, o'zining hisobidan harakat qilish kerak va 10 yildan keyin natijasini beradi degan fikrlar bor-da.
Shu fikrlar qanchalik to'g'ri yoki bo'lmasa qanchalik noto'g'ri? Ya'ni hayoti davomida, ketma-ketlikda. Endi bu narsani kim bilan va nima bilan taqqoslashga ham juda katta bog'liqlik bor. Olim odam agar o'zini ustida haqiqatan ham ishlashi kerak. Haqiqatan ham ko'p va uzoq, ya'ni zerikarli holat bo'lishi mumkin bu kimlar uchundir. Lekin aytaylik, davlat tomonidan, davlatlar aro va tashqi grantlar bor. Ularni olgan paytingizda, ularni masalan yutib olishingiz mumkin. O'sha grantlarni olgan paytingizda men o'ylaymanki, men bilaman. Masalan, vrachlik deylik. Men o'zim infeksion kasallik, yuqumli kasalliklar vrachiman. Lekin yuqumli kasalliklar vrachi olgan o'rtacha ish haqida grant, ya'ni davlat tomonidan berilayotgan yoki tashqaridan kelayotgan grantlarning oyligi anchagina yuqori hisoblanadi. Ya'ni oddiy shifokor yoki bo'lmasa ishlab chiqarishda ishlagandan ko'ra olim inson bo'lish daromadliroq ham desak to'g'ri bo'ladimi? To'g'ri, daromadli. lekin oddiy shifokor yoki davlat shifoxonasida ishlayotgan shifokor, uning har doim shu ishi bor. To есть nima demoqchiman, bu bilan ishga kirdingizmi, siz u yerda ishlab boraverasiz va har safar oyligingiz tushaveradi. Lekin grant shunaqangi holatdaki, grantni 3 yilga berishadi, 2 yilga berishadi va yana 1,5 mana bir grant oldingiz, yana 1,5 yildan keyin yana keyingi grantlarni topishga, ular ustida ishlashga, u ilmiy izlanishlar olib borishga majbursiz. Chunki bu grantingiz tugagandan keyin siz pulsiz qolib ketasiz. O'shaning evaziga grantlarda salgina mana shunaqa qiyinchilik joyi bor. Lekin albatta agar yaxshi olim bo'lsangiz, bu narsani topish qiyin emas. Ya'ni talabdan taklif ko'p nimalarga, olimlarga beriladi. Albatta. Hozirgi kunda masalan men aytib o'tishim mumkin, o'zgartirilgan narsalardan juda xursand bo'lganimiz, yuqori impact faktorli jurnallarda, masalan xorijiy jurnallarda agar maqola yoki tezis chiqaradigan bo'lsangiz, albatta siz nimangizga, oyligingizga yil oxirida ustama qo'shib berishadi. Bu masalan yuqori impact faktorli jurnal, masalan Q1 deylik, jurnallarda chiqadigan bo'lsa 30% ish haqingiz ustamasi. Bitta uchun bir marta 30%, ikkita chiqarsangiz 60%. Shu bilan o'sib boradi. Bu degani bu sizga priyatni, ya'ni bir xursandchilikda yil oxirida bir yaxshi bir qo'shimcha bonus bo'ladi sizga. Endi harakat qilish kerak. Masalan aytaylikki, bu yil hisobidan men agar o'zim 8 ta statya, ya'ni maqola topshirgan bo'lsam, xorijiy jurnallarga 8 ta topshirgan bo'lsam, hammasi Q1 yoki Q2. Bu degani har biri uchun yo 20 yo 30% dan ustama beriladi menga. Bu 240% gacha. 240% gacha bu juda katta, menimcha qo'shimcha deb o'ylayman. Ya'ni hozir ustoz aytmoqchilar, shunchaki oylik olishdan, oylik ham oladi. Undan tashqari grantlar orqali yana daromad topish imkoniyati bor demoqchisiz, to'g'rimi? Yo'q, u grantdan emas, bu institut tomonidan rag'batlantirish beriladi ustiga. Yo'q, aytmoqchi bo'lganim, men bu olim degani faqatgina ilmiy ish qilmaydi, mana dars ham berishlari mumkin. Albatta, shuncha xatoligini aytib o'tishimiz kerak edi. Balki ko'pchilik, soch o'zim talabalik vaqtim menda fikr bo'lgan, olim inson bo'ldi, o'tiradi, qayerdadir ilmiy ish qiladi, uni puli yo'q, qandaydir o'sha grantlar orqali. Lekin men hozir o'zim tushunib yetaman, olim inson, misol uchun dars ham berib ham oyligi yaxshi bo'ladi birinchi navbatda, menimcha, to'g'rimi? PhD darajasi yuqori bo'lgan sari. Undan tashqari qo'shimcha grantlar haqida gapiryapti-da ustoz. Shunday desak to'g'ri bo'ladi, menimcha. To'g'ri. Oldinlari masalan aytaylikki, ilmiy tekshirish institutlari alohida chiqarib qo'yilgan, institutlar, ya'ni ta'lim beradigan dargohlar alohida qilib qo'yilgan. Hozirgi kunda shunaqa tendensiya ketyapti, ikkalasini birlashtirish. Ya'ni ham ta'lim bersin, ham ilm qilsin. O'shanaqa holatdagina bu integratsiya zo'r rezultatlarga olib keladi, ya'ni zo'r natijalarga olib keladi. So'z yana bitta savolim bor. Men o'zi xalqaro universitetlarda bilamiz, aynan o'sha yo'nalishda ishlaydigan ustoz aynan o'sha yo'nalishdan dars beradi. Misol uchun bitta universitetda minglab ustoz dars berishi mumkin, 200 lab, 300 lab ustoz dars berishi mumkin. Har bitta darsiga alohida ustoz kirishi mumkin-da. Nasib bo'lsa, mana shu universitetlarimizdan qancha vaqt davomida aktiv shu darajada rivojlanish bo'ladigan bo'lsa, shunaqa darajaga yetib kelamiz deb o'ylaysiz? Agarki shu tempda, shu yo'nalishda ketadigan bo'lsak, 3-4 yilda biz ham anchagina katta universitetga aylanishimiz, bir minglab talabalari bor, 300-400 lab
o'qituvchilari, ustozlari bor. Universitetga aylanishimiz hech gap emas. Chunki u har bitta ustoz baribir qaysidir yo'nalishda ishlab, aytganingizdek, o'zini yo'nalishida dars bersa ancha manfaatli bo'ladi-da o'quvchilarga. Shunaqa. Hozirgi kunda masalan biz faqat ustozlarga tashqarida o'qib kelgan ustozlarning rolini, ilmini tashqarida o'qib kelgan, ya'ni magistratura, hech bo'lmaganda magistratura, bo'lmasam PhD unvoni borlarni olinyapti faqat. Deyarli o'zi qaradik, hammasi top universitetda o'qigan nimalar, ustozlar, deyarli hammasi har bitta kim bilan suhbat qilsak, top universitetida bunda o'qigan. Hattoki farmagentlikda ham Marat ishlaydi, tanishib, nima qilib, xodimlarigacha, hattoki xalqaro darajadagi nimalarda. Xodimlarigacha hammasi hech bo'lmaganda magistraturani o'qigan. Shunday. Hech bo'lmaganda, bo'lmasam undan yuqori. Bir xillar masalan qo'lida ishlaydiganlari bakalavrni o'qib kelgan yoki magistraturaga tayyorlanib yurganlar bor. Amerikada o'qib kelgan. Amerikada o'qib kelgan, Temple University yoki Purdue'da o'qib kelganlar bor, o'qiyotganlar bor. Abituriyentlarga shuni aytmoqchimizki, bu hozirgi kunda bizni universitetimizda xalqaro darajadagi laboratoriyalar tashkil qilinmoqda. Birinchi navbatda, ikkinchi navbatda xalqaro darajadagi universitetlarda o'qib kelgan ustozlar dars beryapti va ular har doim universitet va O'zbekiston nomini yuqori ko'tarishga harakat qiladi. Bu nafaqat universitet, u domlaning o'zi uchun ham kerak va kelajakda kelayotgan yangi studentlar uchun ham kerak. Shuning uchun har doim biz faqatgina ishonganimiz studentlar, biz o'zimiz bir narsa qila olmaymiz bir o'zimiz. Shuning uchun faqat studentlarga ishongan holda qilamiz va bunaqa agar ilmiy ishlarni ichida yurmoqchi bo'lsangiz, xalqaro darajadagi ilm ishlariga aralashmoqchi bo'lsangiz va xalqaro darajadagi laboratoriyalarda ishlamoqchi bo'lsangiz, PTU sizlarni kutadi. Rahmat kattakon ustoz, keyingi ilmiy ishlaringiz omad tilaymiz. Rahmat. Oldin qayerda o'qigansiz o'zi? Oldin Xorazm viloyatida Xonqa tuman ixtisoslashtirilgan maktabda tahsil olganman. Nimaga aynan shu universitetni tanladingiz? Bu universitetda imkoniyatlar ko'p. O'zim xohlagan imkoniyatlarni qo'lga kirityapman. Birinchidan Buyuk Britaniya diplomini berishadi va bu data analitika yo'nalishi boshqa universitetlarda bu kabi o'qitilmaydi. Ya'ni chet elning o'qish standartlari bilan mos. Hozirda kontraktda o'qiysizmi, grantdan? Men scholarship examida qatnashgandim va 100% grant tutib oldim. Grant bilan o'qiyapman. Darslar to'liq ingliz tilida olib boriladi. Hozirda 3 ta fan o'qiyapmiz. Ingliz tili va matematika, o'sha fanlar chuqurlashtirib o'qiladi. Ingliz tilimiz, matematikamiz Abdumalik Jumanov tomonidan olib borilyapti, rektorimiz tomonidan. Ya'ni rektor o'zlari sizlarga to'liq ma'lumot berib o'rgatdilar. Zo'r. Keyin o'zi o'qish yoqyaptimi sizga? Ha, o'qish mazza. Universitetda nafaqat o'qiyapmiz, balki social activities, ya'ni klublarga ham qatnashyapmiz. Ham o'qish, ham faol bo'lyapti. O'zimizda o'quvchilardan ham Samandarda men ko'rib qoldim va oxirida intervyu olaman deb o'ziga aytgandim va shu intervyuni hozir Samandardan olmoqchimiz qisqacha qilib, ya'ni universitet muhiti haqida va kelajakda nimalar kutyapti, shu haqida o'zingiz qisqacha gapirib bera olasizmi? Assalomu alaykum. Men ismim Samandar. Shu PTU universitetida birinchi kurs talabasiman. Bioscience yo'nalishi bo'yicha. Xo'p, bu universitetga kirishdan maqsad, bu universitetda boshqa bir universitetga nisbatan o'zgacha atmosfera bor. Ya'ni misol uchun bizdagi asosan abituriyentlar orzu qiladigan universitetda bu. Ya'ni ko'pchilikni misol uchun miyasiga kirib qo'ygan universitet degan narsa u zo'r narsa. Misol uchun boshqa auditoriyalar boshqa bo'lishi kerak. Lekin ko'p universitetlar u faraz sindirib qo'yadi-da. Bu universitetda esa shunaqa farazlar bor. O'qish to'liq ingliz tilida, shunisi yoqadi menga. Buni bitirgandan so'ng Britaniyani diplomini olasiz. Shu yerda o'qib turib. Kimyodan kim dars o'tyapti hozirda? Kimyodan Ra'no Nuriddinova degan ustoz. Keyin yana so'ramoqchi bo'lgan nimam bor edi. Siz o'zi boshqa universitetni tashlab nechinchi kursda chiqib kelgansiz? Birda tashlab bu universitetga kelgan. Ya'ni shu universitetda foydali deb bilgan. Mana shu o'zi bioscience bo'yicha o'qiyapsiz hozir, to'g'rimi? Bioscience'da kelajakda qanday xodim bo'lib yetishadi? Misol uchun o'zingiz qanday xodim sifatida ko'rasiz kelajakda? Shu narsalar ko'rib boshladingizmi? Hozircha noaniqmi? Yo'q, hozir aniq. Aynan bioscience o'zi misol uchun eng qiziqqan soha, chunki bu misol uchun ham meditsina bilan bog'lanadi, ham
olim bo'lib ishlay olasiz. Ya'ni bu to'g'ridan to'g'ri odam bilan ishlamaydi. Odamning orqasidagi, misol uchun doktorlar odamki buni davolaydigan bo'lsa, uni davolash metodini biz yaratib beramizda. Biron bir kasallikni yoki kasallik bilan bog'lanmas, undan tashqari misol uchun oziq-ovqat ham bo'lishi mumkin. Faqat endi meni tanlagan soham biomeditsinada, ya'ni ben ichidan biomeditsinaga kirib ketib qolaman. Meditsina o'zimga qiziq bo'lganligi uchun shu orzu. Ya'ni tizimlashtirib beradi, o'sha tizimni qurib beradigan inson bo'lib yetishasiz. Zo'r. Yana qaysi yo'nalishlar bor? Siz o'zingiz bilasizmi? To'liq ma'lumot berib ketsangiz o'quvchilarga. Bioscience bor, undan keyin misol uchun business analitika bor, biznes bor va farmatsiya bor hozircha. Zo'r. O'sha keyingi yildan yana yangi fakultetlar ochilishi kutilmoqda. Mana shu farm park hududida ham siz xohlagan yo'nalish bo'yicha qandaydir amaliyot o'tadigan joy bormi yoki hali planda yo'qmi bo'yicha? Misol uchun hozirda bizda o'sha laboratoriyalar bor. Laboratoriyada ustoz bilan birgalikda qanaqadir misol uchun so'zlar o'zi yo'lda ilmiy ishlar qiladi, unga qo'shilib yordamchi bo'lib bemalol, ya'ni volontyor o'tasa ham bo'ladi-da. Qolgan binolar misol uchun o'zi maydon 260 gektarda buyog'ini. Endi sekin rivojlanyapti. Boshqa joylar ham ochiladi yo'qda, misol uchun haqiqiy laboratoriya yoki haqiqiy ilmiy ishlanish markazlari ham ochiladi-da. O'shandan keyin bemalol, ya'ni biz ham bo'lamiz-da. Shuning uchun tayyorlabdi. O'z universitet ochilishidan maqsad ham o'zi shu deb o'ylayman. Bor. Taxminan o'zingizda kelajakda qancha oylik oladigan xodim sifatida ko'rasizmi shuni? Agar o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, misol uchun oylik unchalik misol uchun muhim narsa emas men uchun. Ya'ni oylik uchun yoki pul uchun qilmayman bu narsani. O'zim qiziqqanim uchun, o'zimni kelajagim uchun, ya'ni o'zim sevgan kasb bo'lganiga qo'yman. O'zi bitta gap bor, o'zingiz kasbingizni sevsangiz, u daromad o'zi keladi. Daromad orqasidan qo'layman hozir. Chunki abituriyentlarda unaqa fikrlash hali shakllanmagan bo'ladi, ayrimlarda, ko'pchiliklardadir. Baribir bu narsa haqida ma'lumot berib o'tib ketishimiz kerak. Shunchaki bu farmatsevtika baribir agentlik bo'lgandan keyin shunchaki aptekachi qo'pol qilib aytganda ko'p gapiryapman bu intervyuda. Shu narsa menda aylanib qolganda, shu stereotipni yo'qotishimiz kerak. Men o'zim xohlayman, o'zim farmatsevtikani bitirganman. Shu uchun qolgan yo'nalishlar bilan solishtiradigan bo'lsak, daromad topish bo'yicha bu yo'nalishlar qanchalik foydali? Endi men bilaman, baribir siz talaba sifatida bu narsa aytsangiz, ularga foydaliroq bo'ladi. Misol uchun aynan farmatsevtika sohasi haqida gaplashadigan bo'lsak, bu dunyoni top eng katta, nima deydi, katta abrotidagi bitta sohalardan bittasida. Bu sohada daromad egalari bo'ladi bu sohada yoki biron bir misol uchun aynan o'zimning soham haqida gapiradigan bo'lsam ham, biron bir misol uchun открытие qilsangiz, ya'ni kashf qilsangiz, uning orqasidan bunisi darajasi qanchadir summa ham kelishi mumkin. Zo'r. Rahmat Samandar, kattakon o'qishlaringizga omad. Rahmat bo'ling, charchamang. Bugungi tashrif loyihamiz ham o'z nihoyasiga yetyapti va ko'rsatuv so'ngida har doimgidek konkursimiz bor. Bugungi konkursimizda demak universitet moliyalashtiryapti, ya'ni 60 juft kitobni maktab o'quvchilariga sovg'a qilmoqchi. Ularning nomidan bu kitoblarni qabul qilasizlar. Konkurs shartlari qanday? Demak, izohga o'zingizni, demak, universitet haqida fikringizni yozasiz. Fikrlaringizdan keyin maktabingizni tumani, birinchi navbatda tumani, undan keyin maktabingizning raqami yo bo'lmasa nomi bo'ladigan bo'lsa nomini yozasiz va eng ko'p like yig'adigan bo'lsa, sizning maktabingiz, yozgan izohingiz eng ko'p like yig'adigan bo'lsa, sizning maktabingizga demak 20 juft sovg'a qilamiz. Ya'ni 3 ta o'rin uchun, birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlar uchun har biriga premium kimyo bir kitobimizdan 20 juftdan universitet nomidan sizlarga sovg'a qilamiz. Va undan tashqari bizning nomimizdan demak 60 ta o'quvchi mana shu kitoblar bo'yicha platformaga bepul o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.